ayni paytdagi Amerika haqida nima deysiz? Juda achinarli holat. O'tgan dam olish kunlarida Tramp va uning ma'muriyatiga qarshi AQSh bo'ylab juda keng ko'lamli norozilik namoyishlari o'tkazildi. Turli manbalarga ko'ra, bu chiqishlarda kamida 8-9 milliongacha odamlar qatnashgan. Ko'chaga chiqqanlar Tramp, uning qarorlari, urush, yashash narxining qimmatlab ketgani va ICE, ya'ni immigratsiya xizmatiga qarshi chaqiriqlar bilan namoyon bo'lishdi. No Kings, ya'ni qirollarga yo'q jumlasi bilan namoyishlar Trampning avtoritar boshqaruviga qarshi ekanliklarini bildirishdi. Ya'ni Amerika qirollariga xos bunday boshqaruvni qabul qila olmasligini aytmoqchi bo'lishdi. Bu birinchi marta emas. Tramp hokimiyatga kelgandan beri 3-marta bunday chiqishlar bilan ommaviy norozilik namoyishlari o'tkazilmoqda. Tramp bizni zolim sifatida boshqarmoqchi, lekin bu Amerika va hokimiyat xalqqa tegishli. Qirol bo'lishni istaganlarga yoki ularning milliarder do'stlariga emas, deydi namoyish tashkilotchilari. Oq uy vakili norozilik chiqishlarini Trampning ruhiy tushkunlik terapiyasi sessiyalari deb atadi va faqat ularni yoritish uchun pul to'lanadigan muxbirlar bunga ahamiyat berishini aytdi. Shanba kuni davomida AQShning deyarli barcha yirik shaharlaridan tashqari Parij va Londonda ham ayni mavzudagi norozilik chiqishlari bo'lib o'tgan. Shanba kunduzi Washington shahar markazidagi ko'chalarda mitinglar bo'lib o'tdi. Mamlakat poytaxti bo'ylab odamlar olomon yurish qilishdi. Namoyishlar Lincoln memorialining zinapoyalari oldida saf tortib, National Mallni to'ldirib yuborishgan. Avtoritarizm mexanizmlari bizni qo'rqitmaydi va sukunatning qulayligi ham bizni aldamasligi kerak. Barchamiz noqulay bo'lsa ham, adolat uchun birga turadigan insonlardan bo'lishimiz lozim. Garchi bu bizga qimmatga tushsa ham, zaiflarni himoya qiladigan insonlardan bo'lishni xohlaymiz. Avvalgi namoyishlarda bo'lgani kabi bu gal ham ko'chaga chiqqanlar qo'lida Tramp, vitse-prezident JD Vance va ma'muriyatdagi boshqa amaldorlarning karikaturalari, ularni masxara qiluvchi plakat va rasmlar, haykalchalarni ko'tarib olishgandi. Ularning aksariyatida Tramp va Vance qamoqqa olinishi, lavozimidan chetlatilishi talab qilingan. Shu yilning yanvar oyida ikki amerikalik Rene Nicole Good va Alex Prettylarning ICE tomonidan otib o'ldirilishi namoyishlarni immigratsiya xizmatiga qarshi ham alanga olishiga sabab bo'ldi deb yozadi BBC. Ularning o'limi Tramp ma'muriyatining immigratsiya taktikasiga qarshi norozilik namoyishlariga va butun mamlakat bo'ylab noroziliklarga olib kelgan deya qo'shimcha qildi ushbu nashr. New Yorkdagi Times Square'da ham minglab odamlar Manhattanning Midtown mahallasi bo'ylab yurish qilishdi. Politsiya olomon uchun yo'l ochish maqsadida odatda gavjum bo'lgan ushbu ko'chalarni yopishga majbur bo'ldi. New York shahridagi norozilik namoyishlarida ishtirok etgan aktyor va rejissyor Robert De Niro BBC muxbiriga Trampga qarshi norozilik bildirish zarurligini aytgan. Menimcha ko'proq odamlar bu odam bilan vaziyat kundan kunga yomonlashib borayotganini ko'rishni boshladilar. Endi biz urushdamiz. Keyingi narsa u yerga qo'shinlarni qo'yadi, chunki u aqldan ozgan. Biz unga, rejimga qarshi turishimiz, hamma narsa bilan kurashishimiz kerak. Biz shunchaki tinch yo'l bilan kurashishimiz lozim, lekin qarshilik ko'rsatishimiz shart. Bundan boshqa choramiz yo'q. Tramp siyosiy faoliyati davomida aktyor De Niro bilan tez-tez to'qnash kelgan. Masalan, o'tgan oy taniqli aktyorni prezident kasal va aqldan ozgan odam, nihoyatda past IQga ega deb atagandi. De Niro nima qilayotganini yoki nima deyayotganini mutlaqo bilmaydi. Ularning ba'zilari jiddiy jinoyat deb yozgan Tramp o'zining Truth Social ijtimoiy media platformasida. New York politsiya boshqarmasi oktyabr oyida bo'lib o'tgan so'nggi qirollari yo'q norozilik namoyishida shaharning 5 ta tumanida 100 mingdan ortiq odam to'planganini ma'lum qildi. Norozilik namoyishlari tartibsizliklarsiz o'tmaydi albatta. Los Anjelesda 2 kishi federal huquqni muhofaza qilish organlariga hujum qilgani uchun hibsga olindi deb xabar beradi Ichki xavfsizlik departamenti. X nashriga berilgan bayonotda esa 2 zobit toshbo'ron qilingani va tibbiy yordam olayotgani aytilgan. No Kings protest on every continent except for Antarctica. Antarktidadan tashqari har bir qit'ada New Kings norozilik namoyishlari yoyildi. Ular ham yetib olishadi.
Buni yana bir bor aytaman, yerdagi deyarli har bir qit'a biz bilan. Biz bugun xalq bosh ko'targanini nishonlaymiz. Reuters agentligining xabar berishicha, Dallasda ham namoyishchilarni hibsga olishgan. Aksal namoyishchilar ko'chalarni to'sib, qurollar yo'q yurishini buzganidan keyin kichik janjallar boshlangan. When we stand together, possibilities seem endless. Birga bo'lsak imkoniyatlar cheksizdek tuyuladi, ammo faqat yuqoriga qaray oladiganlar uchun. Oq bulutlar ustidagi moviy osmonni ostimizdagi pinhon narsalar bilan qanday qilib bir-biriga bog'laymiz? Egri-bugri daryolar, singan qalblar, ruhsiz nigohlar, qanotlar shiviri, yo'qolgan orzular. Imkoniyatlar cheksiz, lekin ehtiyojlar behisob. Barcha eshiklar yopilganda ularni kim kutib oladi? Birga bo'lsak imkoniyatlar cheksiz. Yordam qo'lingizni cho'zing. Xorijdagi amerikalik muhojirlar ham Parij, London va Lissabon kabi shaharlarda norozilik namoyishlari uchun to'planishdi. AQShning bir necha shtatlari Milliy gvardiyani safarbar qilgan, ammo tashkilotchilar tadbir tinch o'tganini ta'kidlamoqda. Bugun sizni shaxsan No Kingsga nima olib keldi? Meni bu yerga o'sha urush olib keldi. O'sha urush va hozir bu mamlakatda ishlarning qanday olib borilayotgani. Eslatib o'tamiz. 2025-yilning yanvar oyida Oq uyga qaytganidan beri Tramp prezidentlik vakolatlari doirasini kengaytirdi. Federal hukumatning ayrim qismlarini demontaj qilish uchun ijro buyruqlaridan foydalandi va shtat gubernatorlarining e'tirozlariga qaramasdan AQSh shaharlariga Milliy gvardiya qo'shinlarini joylashtirdi. Prezident shuningdek ma'muriyatning yuqori lavozimli huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarini o'zining siyosiy dushmanlari deb hisoblaganlarni javobgarlikka tortishga chaqirdi. Prezident o'z harakatlari inqirozga yuz tutgan mamlakatni qayta tiklash uchun zarurligini aytadi va o'zini diktator kabi tutayotgani haqidagi ayblovlarni rad etib keladi. Ular meni qirol deb atashmoqda. Men qirol emasman degandi u oktyabr oyida Fox News telekanaliga bergan intervyusida. Ammo tanqidchilar uning ma'muriyatining ba'zi harakatlari konstitutsiyaga zid va Amerika demokratiyasiga tahdid ekanligi haqida ogohlantirmoqda.